Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uristonliklar va aziz qarindoshlar. Uyg'uriston ozodlik to'r televiziyasining xabar va mulohaza programmasiga xush keldingiz. Aziz qarindoshlar, hammamizga ma'lum bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyaning Tokyo shahrida o'tkazilgan 4-navbatlik kengaytirilgan yig'iniga oz bir vaqt qoldi. Biz Uyg'uriston ozodlik tashkiloti va Uyg'uriston ozodlik nashriyati bo'lish bilan bu yig'inning muvaffaqiyatli o'tishini umid qilamiz va bu munosabat bilan siz hurmatli televizor ko'ruvchilarimizga Uyg'ur milliy ozodlik harakatining lideri, Uyg'urlarning ma'naviy onasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Robiya Qodir xonimning qisqacha tarjimonini tanishtirib o'tmoqchimiz. Aziz qarindoshlar, Robiya Qodir xonim 1948-yili 7-oyning 15-kuni Uyg'uristonning Oltay viloyati Sarsunbi kentida ma'rifatli oltin qazuvchi Sharq Turkiston Jumhuriyati sobiq ozodlik jangchisi Qodir Axun oilasida farzandning 4-si bo'lib dunyoga kelgan bo'lib, ular ikki onadan akisi Juma, hadisi Zohra, Hajar, cho'ng singlisi Xalchan, inisi Ma'bad, kichik singlisi Arzugul qatorliq 9 qarindosh. So'ralgan Xitoy hukmronlarining Uyg'ur millati ustida yurgizgan xonavayron qilish siyosatining ijrosiga Qodir Axun oilasi mahkum bo'ldi. 1962-yili Sabiy Robiya janubga majburiy surgun qilingan onasiga hamroh bo'lib, Oltayda qoldirilgan dadasi Qodir Axundan aksi va hadillardan ayrilib, kichik singlilari va inisiga shafqatli hada bo'lib, Oqsuv shahriga yerlashdi. O ailevi xonavayronchilikda ig'ir kasalga giriftor bo'lgan mehribon onasiga yar yurak bo'lish va narsida ufqlarga boshpana bo'lish majburiyatida qolganlikdan oilaning ig'ir yukini ustiga oldi va ko'zi qiymagan holda jonidan orzusi bo'lgan o'qishdan mezgilsiz ayrilib turmushga qadam qo'ydi. Uning tijorat tushunchasi nayda baltur yetilgan bo'lib, ya'ni shu ocharchilik davrida bütün bir xalq açlıqdan emravatgan bir to'g'ram non uchun nomusdan, vijdondan, mehr shafqatdan voz kechib, hamma odam o'z jinining qo'sqining g'amida qolgan shu qiyomat davrida u iqtisodiy qimmat yaratish, iqtisod egilik tiklash va iqtisod orqali boshqalarni tutqizish va yordam berish irodasini o'ziga tiklaydi. 60 so'm qarz pul bilan kirxona ichib ish boshlagan Robiya Qodir xonim Pat aradılar jirak yakın nayi şehirler ara mal almashtirish ticaretiga tutish qildi. Ticaretçiler qarangu bozorchilar nayi ig'ir, qo'rqinchli nom bilan atalgan. Tutilib qolsa mal mulki musodir qilingandan tashqari o'lim jazosi, ig'ir qamoq jazosiga hukm qilinadigan ashu qarangu dahshatli yillarda u tijorat yo'lini uzartib, ichkiri Xitoy o'lkalaridan Uyg'ur avtonom rayoniga turli mal va tovarlarni yetkazdi. 1978-yili 31-iyulda Robiya Qodir xonim Sharq Turkiston mustaqillik kurashchisi, siyosiy tadqiqotchi Sidiq Hoji Ro'za Efendi bilan to'y qildi. Sidiq Hoji Ro'za Efendi 1968-yili Urumchida o'quvchilar harakatini tashkillab, Xitoy hukmronlariga qarshi kurash qilgan. U 1969-yili yanvarda qo'lga olinib, 1977-yili noyabrda jazo muddati qo'yib berildi. 1980-yil aprelda Yolg'az ismli 17 yoshli Uyg'ur o'g'lini Oqsuv shaharlik soqchi darasidagi soqchi Xitoylar urib, qiynab o'ldirib o'tganlikdan Oqsuv shahrida Sidiq Hoji Ro'za Efendi namoyish tashkillaydi. Bu harakatda Robiya Qodir xonim nihoyat muhim rol o'ynaydi. Namoyish shaklida boshlangan bu harakat keng ko'lamda Xitoy qo'llash harakatiga aylanadi. Harakatga boshlamchilik qilib qo'llanilgan 6 nafar Uyg'ur yigitini yarim yildan keyin Robiya Qodir xonim kishi bishiga 10 ming yuandan iqtisodiy jazo to'lab turmadan qutqizildi. Bu Robiya Qodir xonimning tunji inqilobiy faoliyati bo'lib qoldi. 1980-yilning dastlabida Xitoyning iqtisodiy islohotining ichki siyosatining yo'l qo'yishi uning iqtisodiy jihatda texnik qad ko'tarishiga fursat bo'ldi. Şu yıllardan başlap o Urumchi shahrida muqim dükkan açdı ve tiz arada ticaret pazarı kurup çıkılır.
1987 yılı Rabia Kadir Han'ın Ürümçi şehrinde Ayallah Bazarı namidagi top tarqitish ve parça setish bazarı kurup çıkıldı. Nurgun yek ticaretçi ve Uygurlarga bazarda dükkanlık yer verdi. Şu yılı Uygur Abdul Rayonluq Yakki Ticaretçiler Birleşmesi'nin muavin başkanı olup saylandı. 1989 yılı Rabia Kadir Han'ın Ürümçi şehrinin en avat joylaridan hisoblanadigan Bulatbıcı ko'chasida 7 qavatlik oilaliklar binosi saldirildi. Ve shuningdek zamonaviy binokorlik uslubida 7 qavatlik Rabia Kadir Savdo Sarayi tijorat binosini saldirib, butun bir millatning iqtisodiy simvoliga aylandi. Binoning 5-qavatiga yetimlar maktabi barpo qilindi. Shuningdek ingliz tili, arab tili, yapon tili o'qitish kurslarini ochib, Uygur yaşlarının bilim egallash ehtiyojini haqsiz ta'min etdi. 1992 yılı Rabia Kadir Han'ın xalqimizning ichidagi nufuzining tiklanishiga ergishib, Abdul rayonluq siyosiy maslahat kengashiga a'zo bo'lib saylandi. 1992 yılı Rabia Kadir Han'ın Xitoy mamlakati xalq qurultiyi vakili bo'lib saylandi. Beijingda chaqirilgan xalq qurultiyi yig'inida qatnashib, Uygur Abdul rayonidagi tengsizlik ve adaletsizlikler üstüdür qattiq şikayet qildi. 1995 yılı BDT Beijing'de chaqirgan 4-nji navbatlik xalqaro ayollar konferansiga Rabia Kadir Han'ın vakil bo'lib qatnashgan bo'lib, bu yig'in jarayonida u g'arblik arboblar va siyosiylar bilan uchrashdi, jumladan Hillary Clinton xonim bilan yaqindan tanishdi. 1997 yılı Mart ayida Rabia Kadir Han'ın Beijing'de chaqirilgan mamlakatlik xalq qurultiyi yig'inida Xitoy davlat raisi Jiang Zemin, bosh ministr Li Peng qatorliq 3000 kishilik qurultay vakillari oldida markaziy hukumatning Uygur Abdul rayonida yurgizgan xato siyosatlarini 5 fevral Luja harakatining qattiq bostirishning xato ekanligini tanqid qildi. Shuningdek Uygurlarning iqtisodiy ahvoli, milliy ma'rif, fan texnika egallash ahvoli, ichkiri Xitoy o'lkalaridan ko'chma yo'tkashning xatoligi, Uygurlarga ijro qilinayotgan planli tug'ut siyosatining xatoligi to'g'risida nurg'ulagan talab va fikrlarni o'tirib qo'ydi. Bu talab va fikrlar Rabia Kadir Han'ning Xitoy hokimiyat qatimidagi o'rnining oxirlashiga sabab bo'ldi va butun siyosiy imtiyozdan mahrum qildi. O Xitoy hokimiyat qatlamlaridagi mazkur nufuzning payini o'z xalqining orzu talablarini ijro qilishga tirishgan edi. Biroq uni boshqa Uyg'ur amaldorlariga o'xshash qo'rchoq qilib foydalanishni maqsad qilgan Xitoy hokimiyati uning Xitoyga ziyonli omil bo'lib qolganligini bayqab, uni siyosiy kengashdagi vazifasidan ilib tashlab, qattiq nazorat ostiga ta'qib qilishga boshlaydi. 1997 yılı 15 dekabr Rabia Kadir Han'ın Ürümçi şehrinde Ming Analar Hareketi namida ticaret birleşmesi kurup çıkıldı. 1998 yılı 25 fevral Xitoy hükümranları cemiyet muqimligiga tahdid tarz yetkazdi degan bahona bilan Rabia Kadir Han'ın ta'sis qilgan Ming Analar Hareketi ticaret şirketini taqaydi ve bütün banka hisobini to'ldirdi. 1999 yılı 6 Ağustos Rabia Kadir Han'ın Ürümçiga kelgan Amerika Kongress a'zolari bilan ko'rishga ketayotganda uning iziga tushgan Xitoy maxfiyatlik idorasining jasuslari yo'l ustida tutqun qilindi. Uning yanida Uyg'urlarning inson haqlari masalasi bo'yicha tayyorlanib Amerika Kongressiga topshirilmoqchi bo'lgan bir turkum materiallar va dalil isbotlar paketda qoldi qo'lga tushdi. Xitoy hukmronlari Rabia Kadirni davlatning maxfiyatligini Amerikaga fosh qildi degan jinoyat bilan muddatli 8 yillik ig'ir qamoq jazosiga hukm qilindi. U Uyg'ur qini bilan bo'yalgan eng vahshiy qo'rqinchli Liudovan turmusida va inson hayot qaytib chiqishga ko'z yetmaydigan dahshatli bajiyati turmusida eng ig'ir jazolash usuli bo'yicha jazolandi. Yolg'iz kishilik qarang'i kamerda, yer osti bostiriklarda jismoniy va ruhiy jihatda eng ig'ir azoblarga mubtalo qilindi. 2000 yılı 18 noyabr Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkiloti Rabia Kadir Han'ga kishilik huquq qahramoni mukofoti taqdim qildi. 2004 yılı may oyida Rabia Kadir Han'ın
Xitoy turmusida jazo o'tayotgan azobli paytda uning kuyimchan dadasi Qadiraxon aka 104 yoshida olamdan o'tdi. 2004 yılı sentabrda Rabia Qadir Xonim Raftuq fondi jamiyatining kishilik huquq mukofotiga sazovor bo'ldi. Xalqaro kechirim tashkiloti, xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, qatorliq xalqaro nopozlik tashkilotlarining va BDT kishilik huquq komiteti, Amerika kongresi va ko'plagan g'arb davlatlarining qattiq besim natijasida Xitoy hukumati 2005 yil 17 mart Rabia Qadir Xonimni turmadan chiqarib Amerikaga topshirib berdi. Shuningdan e'tiboran Rabia Qadir Xonim yo'ldoshi Sidiq Hoji Ro'za Efendi bilan birga Uyg'urlarning haq va huquq da'vosini chet elda davomlashtirdi. 2005 yil 27 aprel Rabia Qadir Xonim taklif bilan Amerika kongressida Uyg'urlarning inson haq huquqlari to'g'risida guvohlik o'tdi. 2005 yil 21 iyul Amerika kongressida nopozlik arbob Kristof Semit Efendi chaqirgan diniy e'tiqodni qo'g'dash va diniy e'tiqod erkinligi to'g'risidagi yig'inga qatnashdi. 2005 yil 21 sentabr Rabia Qadir Xonim Johns Hopkins Üniversitesi'de Uygurlarning inson haqlari to'g'risida doklad berdi. 2005 yili 5 oktyabrdan 25 oktyabrgacha Gollandiya, Shvetsiya, Shveysariya qatorliq 7 davlat uyushtirgan inson haq huquqlari yig'iniga Rabia Qadir Xonim qatnashib, Uygurlarning ahvoli to'g'riliq doklad va ma'lumot berdi. 2005 yili 14 dekabr Amerika kongressida Rabia Qadir Xonim yana bir qitim Uyg'urlarning inson haqlari to'g'risida guvohlik o'tdi. 2005 yildan 2008 yilgacha Rabia Qadir Xonim uda 4 yil Nobel tinchlik mukofoti nomzodi bo'ldi. 2006 yili 5 yanvar Rabia Qadir Xonimga qarata Xitoy jasuslik qo'shinlari tomonidan planlangan qatnash hodisi ijro qilindi. Suiqasdni ijro qilgan guruh qo'lga tushmadi. Rabia Qadir Xonim nayt eg'ir yaralangan bo'lib, hayot mamatlik orasida jiddiy qutqizish orqali salomatligi to'liq asli keltirildi. 2006 yili 16 aprel Rabia Qadir Xonim Germaniyaning Landsburg shahriga kelib, nopozlik biograf, romanist, German yozuvchisi Aleksandra Xonimga o'zining biografiyasini topshirdi. 2006 yili 18 va 19 aprel Rabia Qadir Xonim Amerika kongressida Uyg'urlarning inson haq huquqlari to'g'risida 2 qitim guvohlik o'tdi. 2006 yili 1-iyun Xitoy hukumati Rabia Qadir Xonimning g'arb ellardagi harakatiga imkoz qaytirib, uning Urumchidagi farzandlaridan 4 farzandini tutqun qildi. Hatto uning 12 yoshli navrisini tutib ketishdi. 2006 yili 12 iyul Rabia Qadir Xonim Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Madlin Olbrayt Xonim chaqirgan xalqaro inson haqlari yig'iniga taklif bilan qatnashdi. 2006 yili 6 avgust Rabia Qadir Xonim Amerika kongressida Xitoyning qiyinlik tutibni cheklash siyosati va uning Uyg'urlarga keltirgan ig'ir fojiasi to'g'risida guvohlik o'tdi. 2006 yili 29 oktyabrdan 8 noyabrgacha Rabia Qadir Xonim Norvegiyadagi Raftuq kishilik huquq mukofoti jamiyati tashkillagan inson haqlari yig'iniga qatnashdi. 2006 yili 29 oktyabrdan 8 noyabrgacha Rabia Qadir Xonim Norvegiyadagi Raftuq kishilik huquq jamiyati tashkillagan inson haqlari faoliyatiga qatnashdi. 2006 yili 27 noyabr Myunxen shahrida chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga Rabia Qadir Xonim rais bo'lib saylandi. Shu kuni Xitoy hukumati uning o'g'li Olim Abdurayimga 7 yillik qamoq jazosi hukm qildi. 2007 yili 27 mart Rabia Qadir Xonim Amerika kongressining Uyg'urlar to'g'riliq qonun loyiha ma'qullash yig'iniga qatnashdi va oradan uzoq o'tmasdan Xitoy hukumati Rabia Qadir Xonimning Urumchidagi yana bir o'g'li Abdugimga 9 yillik qamoq jazosi hukm qildi. 2007 yili 5 iyun Rabia Qadir Xonim Chex Cumhuriyetining poytaxti Pragda chaqirilgan Dunyo erkinlik qahramonlari yig'iniga qatnashdi va Amerika prezidenti Bushning
o'zi mazkur yig'indagi 500 nafar mashhur shaxsiylarga Rabia Qodir xonimni tanishtirib, bu xonim Uyg'urlar uchun vatanining yer osti va yer usti boylig'idan qimmatlidir degan baholashiga erishdi. 2007 yili 18 iyul Rabia Qodir xonim Uyg'ur millatini siyosiy ahvolini, jug'rafiyalik o'rnini, milliy odatlarini bir jumla bilan aytganda Uyg'urlarning azaldan mustaqil bir davlat bo'lib, mustaqil bir millat bo'lib kelganligini, hozirgi eng og'ir hayotini gavjlik yo'tib bergan va shuningdek Xitoy hukmronligining barliq aktiv bashirisini ichib bergan cho'ng hajmli biografiyasi german tilida nashrdan chiqdi. 2007 yili 2 iyun Laura Başxonim Aqsaroyda Rabia Qodir xonimni qabul qildi. 2007 yili 17 sentabr Rabia Qodir xonim Amerika Kongresi Avam palatasining Uyg'urlarning madaniyatini, tilini, diniy e'tiqodini qo'llash to'g'risida qonun loyiha ma'qullash yig'iniga qatnashdi. 2007 yili 18 va 26 sentabrgacha Rabia Qodir xonim London, Shotlandiya inson haqlari faoliyatiga qatnashdi. Angliya parlamentining inson haqlari komitetida Uyg'urlarning inson huquqlari to'g'risida doklad berdi. 2007 yili oktyabrda Rabia Qodir xonim Germaniyaning poytaxti Berlin shahrida inson haqlari faoliyati olib bordi. Germaniya Qo'shma Shtatlar parlamentining inson huquqlari komitetida Uyg'urlarning inson huquqlari to'g'risida doklad berdi va Germaniya Qo'shma Shtatlar Jumhuriyati muavin bosh ministri bilan ko'rishdi. 2007 yili 7 noyabrdan 30 noyabrgacha Rabia Qodir xonim Yaponiyaning 3 cho'ng o'lkasi 12 cho'ng shahrida inson haqlari faoliyati olib bordi. Shu oyning 27 kuni u Yaponiya sobiq bosh vaziri Shinzo Abe bilan ko'rishdi. Shu kuni tushdan keyin u Yaponiya parlamentining inson haqlari komitetida parlament a'zolariga Uyg'urlarning inson haqlari to'g'risida doklad berdi. 2007 yili 3 dekabrdan 15 dekabrgacha Rabia Qodir xonim Yevropa parlamentida va Janaladagi BDTning muhojirlar ishlari komitetida Uyg'urlarning inson huquqlari to'g'risida doklad berdi. Shuningdek, Janaladagi Navor afandi bilan ko'rishdi. Qisqasi, Rabia Qodir xonim vatan sirtib chiqqan 6-7 yildan beri Uyg'ur davosiga yordamchi va ittifoqdosh to'plashda eng qisqa vaqt ichida eng ko'p natija yaratdi. U Amerika Kongresida, Aqsaroyda, Yevropa parlamentida, Germaniya parlamentida, Germaniya bosh ministrligida, Yaponiya parlamentida, Angliya parlamentida, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson huquqlari komitetida Xitoy zulmi to'g'riliq guvohlikdan o'tdi va Uyg'ur millatining dardini anlatib, doklad berdi. Rabia Qodir xonim vatan sirtib chiqqanning tarafida Avstraliya, Norvegiya, Shvetsiya, Gollandiya, Kanada, Amerika, Shveysariya, Italiya, Ispaniya, Polsha, Chexiya, Slovakiya, Fransiya qatorli ellarda Uyg'ur davosi haqida 300 qatimdan ortiq doklad va nutq so'zladi. Rabia Qodir xonim oldi bilan Uyg'urlarning onasi degan bu sharafli nomga loyiqdir. Ham shunday ataldi. U xalqaro inson haqlari qo'g'duvchi qahramon mukofotiga noil bo'ldi. U Nobel tinchlik mukofotiga uda 4 qatim nomzod bo'ldi. U Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi, Markaziy Italiyadagi Transnasional Radikal partiyaning a'zosi. Rabia Qodir xonim Uyg'ur onalariga xos bo'lgan oliy fazilatga ega bo'lib, u 11 farzandning onasi. Rabia Qodir xonim Uyg'ur millatini dunyo ahliga tanishda milliy mablag'ni eng oz xarajat qilgan. Uyg'ur millati uchun kurash qilishda xususiy mulkini eng ko'p xarajat qilgan, dushmanga qarshi kurash qilishda mol dunyosini, jinini, butun oilasini, suyumli yo'ldoshini, jon-jigar farzandlarini fido qilgan haqiqiy fidokor qahramon onadir. Xulosa qilib aytganda, biz shuni yaxshi bilishimiz kerakki, Rabia Qodir xonim Uyg'ur milliy ozodlik harakatining ochiqchidir. Janob Alloh Rabia Qodir onamizga uzun umrlar ato qilsin. Yana bir programmamizda ko'rish umidi bilan Uyg'uriston ozodlik to'xtatilgan. Assalomu alaykum.